Semiribmanmi? Voy, qornimni chiqqanini qaranglar. Oynaga qaragim ham kelmayapti. Ozish nimadan boshlanadi bilasizmi? Ozish oynadan boshlanadi. Ya'ni o'zingizni tanangizni ko'rganingizda semiribman, voy qornim chiqibdi, bo'ksamda jirla paydo bo'pti. Qanday qilib endi ozaman deb hijolat bilan o'zingizni yomon ko'rib, nafratlanib tanangizga qarar ekansiz, bu tanani qabul qila olmaslik holati deb aytiladi va agar siz bu holatdan chiqmoqchi bo'lsangiz, psixologik ozishni yagona yechimi bor. Har doim oynaga qaraganingizda bugun naqadar tanam chiroyli va bugun ozgina ozibmanmi deb o'ylasangiz, mana shu o'ylov har kuni takror davom etsa, tana o'zidagi zapar jirlarni osongina beradi. Ya'ni yog'laringiz oson ketadi. Lekin agar siz tanangizni qabul qila olmas ekansiz, unga nafrat bilan muomala qilar ekansiz, siz qabul qilmagan tana qayerga borsin? Birinchi o'zni sevish bu oynadan boshlanadi. Qabul qilgan inson boricha qabul qilish degani bu hozirgi holatda chiroyli ekanini his qilish va bundan ham yaxshiroq holat uchun harakat qilishdan boshlanadi.